sahobalar go'yoki Rasululloh ko'ziga qarab turib, ko'zini tubida nimani ko'rishdi? Jannatni ko'rishdi. Bering, qo'lingizni bering, jannatni bering deydi. Bering. Hamma sizniki bering, shu boraylik, qachon boramiz? Payg'ambar Muhammad alayhisolom qo'lini berdi. Birin qo'llarini nima qilishdi? Qo'yishdi. Mana shu yerda bayat bo'ldi. Mana shu maydonda bayat bo'ldi. Inshaalloh ochilib qoladi, masjid ta'mir qilishyapti ekan. Ochilib qolsa albatta olib kelaman, Xudo xolasa. Uni rohatini sezmaysa, uni qorong'ida kelamiz. Uni rohati xuddi shu vaqtdagi sahobalar tika turgani, Rasululloh bayat berayotganligi, bayat berishi fursat bo'lib tursa, ikkita xotin kelsa, Rasululloh men sizlar bayatini qabul qildim. Men xotinlarni ko'risha olmayman dedilar. Nomahramman ko'risha olmayman, bayatini qabul qildim. Shayton iblis qayerda? Iblis katta qoldi. Qanday katta bir ish bo'la bilmaydimi? Yetib keldi. Ana tog'ning ustiga yetib keldi. Vallohu alam, mana shu eng baland tog' mashhurladi.